Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan rus tilida gap tuzishni o'rganamiz. Ya'ni oddiy gaplar qanaqa bo'ladi, murakkab gaplarni qanday tuzamiz, gaplarni ketma-ketligini o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib biz padejlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni padejlar bilan oddiy gaplarimiz qanaqa bo'ladi, shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Keyin bizda shunaqa bog'lovchilar bor, что va чтобы. Ba'zilar buni shtoni nima deb tarjima qilishadi, lekin gapni o'rtasida kelganda, ya'ni bog'lovchi sifatida ishlatganimizda bu tarjima qilinmaydi, shunchaki gaplarni bir-biriga bog'laydi. Ya'ni ikkita oddiy gapni bog'lovchi sifatida ishlatamiz. Keyingisi потому что, когда, yeslilar bilan keladigan gaplarni ko'rib chiqamiz. Agarda sizda ham shunaqangi oddiy so'zlarni bir-biriga ulashda, ya'ni ketma-ketligini qo'yishda muammo bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling va o'rganib oling. Bugungi darsdan keyin siz bemalol o'ziz biladigan so'zlaringizni joy-joyiga qo'yib, gap tuza oladigan darajaga chiqasiz. Demak, birinchi bo'lib padejlar bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun aytamiz, oddiy gapda men kitob o'qiyapman deydigan bo'lsam, demak, birinchi bo'lib ega keladi. Ega, uni yoniga fe'l qo'yamiz va bu yerda padej keladi. O'zim aytib o'tgandim, 20 ta darslik bor. U eng asosiy darsliklar, shularni o'rganish orqali siz rus tilidagi eng kerakli mavzularni o'rgangan bo'lasiz gapirish uchun. Va shularning ichida padejlar ham bor edi. Ya'ni padejlar bu muhim. Egalarni biz ko'rib chiqdik va fe'llarni zamonga tuslashni ham ko'rib chiqdik. Demak, ega, fe'l va padejni ketma-ketlikda tuzamiz. Demak, joy-joyiga qo'yadigan bo'lsam, men kitob o'qiyapman. Men deydigan bo'lsam, bu ega, ya. Endi kitob o'qimoq fe'li bu chitать deb aytiladi. Va buni zamonga tuslaydigan bo'lsam, hozir o'qiyotganim uchun buni men ya chitаю deb aytaman. Mana shu yerda chitаю bo'ladi. Endi agarda kitob so'zini qo'yadigan bo'lsam, kniga bo'ladi. Mana kniga. Agarda tuslab padejda o'zgartirib aytadigan bo'lsam, bu yerda bizda knigu bo'lib keladi. Ya'ni kitob o'qiyapman, vinitini padejda kelayotgani uchun. Padejlarni batafsil bulardan keyin ko'rib chiqamiz va shu yerda eslab qolishingizni xohlardim. Birinchi bo'lib egaga moslab biz fe'lni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib egani o'rganamiz va unga biz fe'lni moslashni o'rganamiz. Har doim fe'lni o'zgartirayotganda birinchi bo'lib biz zamoniga e'tibor berishimiz kerak, qaysi zamonda gapirayotganimizni, keyin qaysi egaga bog'layotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Padejni qo'yayotganimizda biz savol beramiz. Nima o'qiyapman? Я читаю что bo'ladi. Kavo va что savoli vinitini padejga tegishli hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda knigani vinitini padejda o'zgartiryapmiz. Demak, я читаю книгу. Oddiy gapimiz hosil bo'ldi. Endi misol uchun aytadigan bo'lsam, keyingisi он смотрит televizor. Demak, u televizor tomosha qilyapti. Demak, ega qo'yildi. Mana qoida bo'yicha birinchi ega edi. Mana egani qo'ydik. On degani u degan bo'ldi bizda. O'zi bu yerda смотреть degan fe'l edi. Uni biz onga moslab tuslaganimizda it окончаниясini oladi. Hozirgi zamonda, chunki hozir tomosha qilyapti. On смотрит televizor. Televizorni o'zgartirmaganimizga sabab vinitini padejda shunaqangi, bu ham vinitini padej hisoblanadi. Vinitini padejda shunaqangi undosh bilan tugagan jonsiz otlar tuslanmaydi. Shuning uchun ham bizda u tomosha qilyapti televizor degan gapimiz on смотрит televizor bo'ladi. Keyingisi, misol uchun biz rus tilini o'rganyapmiz. Bizdan boshlaymiz. Мы o'rganyapmiz. O'rganmoq fe'li изучать edi. Изучаем qo'yamiz, chunki biz bo'lgani uchun. Keyin rus tilini biladigan bo'lsa, русский yoki русский язык deyishimiz mumkin. E'tibor beringlar, язык emas, язык deb o'qiladi. Так, мы изучаем русский язык. Demak, bu yerda yemni qo'yganimizga sabab miga moslab qo'yapmiz va hozirgi zamonda kelyapti. Birinchi zamoniga qaraymiz, keyin esa egaga moslab aytamiz. Ruskiy язык o'zgarmayapti, chunki jonsiz murskoy rodda kelyapti. Bu ham vinitini padej. Demak, oddiy gaplarimiz shunaqangi struktura bo'yicha tuzilar ekan. Ega, fe'l va padej kelar ekan. Endi sal murakkabroqni o'rganamiz. Что va чтобы bilan keladigan gaplarimiz. Demak, birinchi bo'lib shtoni ko'rib chiqamiz. Например,
Так. Она сказала, что сегодня она не придет. Bu yerda ikkita qismga bo'linadi. Ikkita qismga bo'lingani uchun ham ikkita oddiy gapni birlashtirish uchun biz shtodan foydalanamiz. Ya'ni ikkita gapni birinchi gap deb oladigan bo'lsak, bu ikkinchi gap. Ikkalasini bog'lash uchun biz shtodan foydalanamiz. Shto degani bu yerda hozir сказать fe'li aytmoq. Mana shu u aytki degan qo'shimchani beryapti. Ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, ki qo'shimchasini berish uchun ishlatamiz shtoni. Misol uchun u aytdiki, bugun kela olmasligini yoki bugun kelmayman deb aytdi deganda aytishimiz mumkin. Demak, bu yerda gapni bu yoqdagi qismida ega kelyapti bizda. Demak, ega va unga fe'l qo'shilyapti. Va bu yerda shto bog'lovchi bo'lyapti o'rtada. Endi bu yog'iga qaraydigan bo'lsak, faqat fe'lni o'zi bo'lyapti. Va undan oldin bizda payt ravishi ishlatilyapti. Сегодня, ya'ni bugunligini aytyapmiz. Egasiz gaplar ham bo'lishi mumkin. Demakki, bu yerda hozir ega ikki marotaba ishlatilmayapti, chunki gapni boshidagi ega gapiryapti bu yerda. Ya'ni bitta odam haqida gap ketyapti. Она сказала, что сегодня не придет. Agarda bu yerda u aytdiki, uni dugonasi bugun kelmasligini deb aytganimizda, ikkita shaxs bo'lganida gapimiz sal boshqacha bo'lardi. Ya'ni она сказала, что сегодня uning dugonasi, ее подруга не придет. Ya'ni bu yerda faqat fe'lni qo'yganimizga sabab ega bitta bo'lyapti. Ya'ni bitta egani harakati ikkita joyda berilyapti. Shuning uchun faqat harakat bilan foydalanyapti ikkinchi qismida. Birinchi qismida ega ham bor, ikkinchisida faqat fe'l qo'yilyapti. Shto esa bularni ikkalasini bir-biriga bog'lash uchun ishlatilyapti. Demak, u aytdiki, bugun kelmasligini. Yana bir gap aytib ko'ramiz shu bilan. Я думаю, что я не смогу это сделать. Tarjima qilib ko'ramiz. Demak, men o'ylaymanki bo'lib keladi bu yerda, chunki aytib o'tganimdek, o'ylamoq fe'li думать-da. Mana bu joydagi shto qo'shimchasi ki tarjimasida kelyapti. Men o'ylaymanki, я не смогу это сделать. Или yani qo'ymasdan ham aytishimiz mumkin. Я думаю, что не смогу это сделать. Endi formulasiga keladigan bo'lsak, bu yerda ham ega. Shu krasnim. Ega kelyapti. Keyin fe'l kelyapti. Oddiy gap. Ega, fe'l va oradagi shto. Bu yerda egani qo'yib aytadigan bo'lsak, ega yana bor. Не смогу degani bizda fe'l bo'ladi. Fe'l. Endi bu yerda не смогу что degan savol bo'ladi. Не смогу что или не смогу что сделать, это сделать. Ya'ni bu yerda ishlatadiganimiz дополнение bo'ladi, ya'ni qo'shimcha ishlatiladi. Bu yerda qo'shimcha fe'l ana smoch или moch fe'li o'zi yordamchi fe'l sifatida ishlatiladi. Biror narsani qila olmoq. Ya'ni bu ishni qila olishga nisbatan aytadigan bo'lsak, yordamchi fe'l bilan mana bu yerda asosiy fe'limiz ishlatilyapti. Я не смогу это сделать. Yozib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda yordamchi fe'l. Undan keyin asosiy fe'lni yozamiz. Yordamchi fe'l har doim asosiy fe'ldan oldin keladi. Demak, shto qo'shimchasi ki ma'nosida kelar ekan. O'ylaymanki yoki aytdiki, shunaqangi qo'shimchalar bilan kelishi mumkin. Endi keyingisi shtobi qo'shimchasi. Shtobini biz qachon ishlatamiz? Bu uchun ma'nosida keladi. Gapni o'rtasida ishlatamiz. Misol uchun aytishimiz mumkin. Я изучаю, например, русский язык, чтобы
поступить в университет, например. Tarjima qilib ko'ramiz. Men o'rganyapman rus tilini. Mana ega kelyapti, fe'l kelyapti. Bu yerda падеж kelyapti mana. Oddiy gap bo'lyapti. Чтобы esa bizda bog'lovchi sifatida ishlatilyapti. Ya'ni men o'rganyapman rus tilini. Rus tilini degani падеж bo'lyapti. Nima uchun o'rganyapman? Savol bo'ladi. Чтобы поступить. Ikkinchi fe'limiz kelyapti. Fe'l 2 deb yozib qo'yaman. Bu yerda yana падежimiz kelyapti. Ega ishlatilmayapti. Bu yerda ega qo'yishimiz ham mumkin edi. Ya'ni ega 2 deyishimiz mumkin edi. Lekin birinchi egani gapi hali davom etyapti. Shuning uchun ham ega qo'ymasdan sразу fe'lni qo'yib aytishimiz mumkin. Men o'rganyapman rus tilini o'qishga kirish uchun. Ya'ni boshqa gapni ham aytib ko'ramiz. Например, он работает с утра до вечера, например. С утра до вечера. U ertalabdan kechgacha ishlayapti. Например, чтобы потом отдыхать. Keyin dam olish uchun. Ya'ni u ertalabdan kechgacha ishlayapti, keyin dam olish uchun. Так, qaraymiz. Ega, fe'l, birinchi fe'limiz. Bu yerda падеж kelyapti. Чтобы bog'lovchi bo'lib ishlatilyapti. Потом degani, ya'ni bu shunchaki keyin deb aytganda shu joyda qo'yib ketishimiz mumkin va ikkinchi fe'limizni ishlatyapmiz. Egani yana qaytadan qo'yishimiz shart emas, chunki ikkala tarafda ham u haqida gap ketyapti. Он работает с утра до вечера, чтобы потом отдыхать. Shtobedan keyin fe'l ishlatilinsa, zamonda tuslanmasdan keladi. Buni ham eslab qolinglar, ya'ni shtobe qo'shimchasidan keyin agarda biz qaysidir fe'lni ishlatadigan bo'lsak, fe'limiz bizda zamonda o'zgarmasdan keladi. Ya'ni faqat birinchi qismdagi работа yet qo'shimchasini olyapti, отдыхать esa o'zgarmayapti. Shtobe bilan fe'l keladigan bo'lsa, demak bu yerda не меняем deb yozib qo'yaman, ya'ni o'zgartirmaymiz. Keyingisi что va shtobani ko'rib chiqdik. Endi bizda потому что, когда и если deganlari bor ekan. Потому что degani chunki ma'nosida keladi. Misol uchun aytishimiz mumkin. Birinchi bo'lib yozib qo'yaman. Потому что. Например, я не пошла на работу. Так, men ishga bormadim. Chunki потому что болею или я болею desam ham bo'ladi. Demak, qaraymiz. Bu yerda ham gapda ega kelyapti. Ne pashla bo'ladigan bo'lsa, fe'limiz kelyapti. Ya'ni birinchi fe'l. Bu yerda падежimiz kelyapti. Ya'ni birinchi o'rgatgan qoidam bo'yicha ega fe'l падеж, ya'ni oddiy gap bo'lyapti. Endi bu потому что ham bog'lovchi sifatida oladigan bo'lsak, ikkala gapni bog'layapti. Bu yerda yana egani ishlatyapmiz. Ishlatmasak ham bo'ladi. Ega 2 va fe'limiz kelyapti. Ya'ni ikkita oddiy gap. Bu birinchi oddiy gapimiz. Bunisi esa ikkinchi oddiy gapimiz hisoblanadi. Va ularni bog'lash uchun biz потому что dan foydalanyapmiz. Boshqa bir gaplarda ham aytib ko'rishimiz mumkin. Например, так, она читает книгу, потому что хочет выучить, например, больше слов. Так, выучить, например, для новые слова desak ham bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda qanaqa bo'lyapti? Ana bu ega bo'lyapti bizda. Читает fe'l. Ya'ni birinchi fe'limiz, birinchi ega. Knigu bo'ladigan bo'lsa, падеж. Винительный падежda kelyapti. Потому что bizda bog'lovchi. Bu yerda virgul qo'yiladi. Хочет выучить новые слова. Endi mana shu yerda anani qo'ysak ham bo'ladi, lekin qo'ymasdan aytsak ham bo'ladi.
Вот, qo'ymasdan aytadigan bo'lsak, bu demak сразу fe'ldan boshlanib ketadi. Fe'limiz ikkinchi bo'ladi. Выучить. Agarda rus tilida ikkita fe'l yonma-yon keladigan bo'lsa, faqat birinchisi zamonda tuslanadi. Mana birinchisi o'zgaryapti. Ikkinchisi выучить. Bu yerda tuslanmasdan kelyapti. Ikkita fe'l bo'lgani uchun birinchisi tuslanyapti, ikkinchisi tuslanmasdan keladi. Хочет выучить. Xohlaydi o'rganishni yangi so'zlar. Bu yerda fe'limiz ikkinchi va bu yerda bilan birgalikda kelayotgan fe'limiz выучить uchinchi deb oladigan bo'lsak, новые слова bu падеж qismi bo'ladi. Вот. Shunaqangi tartibda gaplarni qo'yib tuzsak bo'lar ekan. Keyingisi потому что aytdik, и если degani ham bor edi. Когда и если ni ko'rib chiqamiz. Когда nisbatan, например, я дома спала, когда ты позвонил, например. O'zi когда qo'shimchasini men o'quvchilarimga ganda qo'shimchasi deb tushuntiraman. Ya'ni o'zbek tilida aytganda biror narsa qilayotganda, nimadir bo'layotganda deb tarjima qilinadi. Demak, я дома спала, когда ты позвонил. Sen qo'ng'iroq qilganingda men uyda uxlayotgandim. Ya'ni bu yerda ikkita ish harakat tasvirlanadi. Bitta ish harakat bo'layotganda ikkinchisi sodir bo'ldi deganda aytishimiz mumkin. Demak, bu yerda ega kelyapti, fe'l kelyapti. Ega bu fe'l. Bu yerda domani fe'ldan keyin qo'yishimiz ham mumkin yoki egadan keyin qo'yishimiz ham mumkin. Doma degani bu падеж. Ya'ni qaysidir joyda, ya'ni joyni ko'rsatganda aytishimiz mumkin. Я дома спала или я спала дома bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, bunaqa qo'ysak ham, bunaqa qo'ysak ham. И когда-ni qo'yapmiz, ganda qo'shimchasini. Bu yerda ega boshqa bo'lgani uchun, ish harakatini boshqa biri bajarayotgani uchun egani yozishimiz muhim. Ega ikkinchi ega qo'yilyapti va ikkinchi fe'limiz qo'yilyapti. Shunaqangi tartibda bo'ladi. Endi если bilan aytib ko'ramiz. Например, если я подожду, если ты придешь, например. Sen kelsang kutib turaman deganda aytishimiz mumkin. Ya'ni biror narsa bo'lsa, biror narsa bo'ladi. Если degani agarda degan tarjimada keladi. Agar или agarda. Так, если aytadigan bo'lsak, я подожду, men kutib turaman, ega kelyapti, fe'l. Если o'rtada bog'lovchi sifatida kelyapti. И bu yerda boshqa ega qo'yapmiz, chunki egamiz o'zgaryapti. Придешь bo'ladigan bo'lsa, bu ham bizda fe'l. Ikkita fe'l, ikkita ega va ularni bog'lash uchun o'rtada yesini ishlatyapmiz. Boshqa misolda aytadigan bo'lsak ham, например, я быстрее закончу, если ты поможешь, например. Men tezroq tugataman agar yordam bersang. Ya'ni shunaqangi tartibda gaplarni ketma-ketligini qo'ysak bo'lar ekan. Agarda videolarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darslargacha ko'rishguncha xayr.